Assalomu alaykum Shavkat Miromonovich. Mana jo'ram yotibdi, oyog'i singan, bellari, qavurg'alari singan. Yotibdi, ishlamaydi. 21 yil zonani ko'rib kelgan. Hech kim yordam qilmayapti, na mahalla, na hech kim. Bitta ayolni olib kelgan, o'sha bechora qarab yuribdi, kirlarini yuvib, boshqa balo-battar qilib, nimadir hojatini chiqarib yuribdi. O'shanga nimadir mahalla yordam bermaydi, mahallaga murojaat qilamiz, bittasi ham e'tibor bermayapti. Bugun itda indin deydi, bugun itda indin tugamaydi hech qachon. Nima qilish kerak buni bilmasam, endi mayli, bitta jo'rasi bordir, ikkita jo'rasi bordir. Bugun keladi, itda keladi, har kun kelolmaydi, hammasini bola chaqasi bor. Har kun kelib yordam qilolmaydi baribir. O'shanga bir moddiy yordam qilmayapti mahalla. Nima qilish kerak o'shanga? Ko'rib eshitsa shu ishni. Mahalla raislar ishlamayapti. O'shanga majbur bo'ldik sizga murojaat qilishga. Agar yaxshi biza Qashqadaryo tumani, Qashqadaryo oblasti Kitob tumani, Zargarlik ko'chasi 43-uydan Qurbonov O'ktam degan bola mana shuni yotdi hozir. Og'ir yotdi, tepadan tushib ketgan, biroz uyini quraman deb. Xotini ishlamaydi. O'zi ham ishlolmaydi endi mana nogiron. Nima qilish kerak o'shanga maslahatingiz kerak. Prezidentimiz yordam berarlar-ku, shu bir yordam